Dostlar yaxshimisiz? O'quvchilar yaxshimisiz? Alaykum assalom. Alaykum assalom. Okey. Hamma tinchmi? Hop. Bilarni bajarib, birovlarni ishlab, o'tgan mavzunikini tugatib, videoni ko'rib, menimcha hamma xulosa oldi. Endi kelgan joyimizdan endi davom etamiz. Hop. Endi bugun ikkinchi mavzuga o'tamiz. Ya'ni linear equation, ya'ni chiziqli tenglama degan mavzu haqida gaplashamiz. Hop. Hozir 1 minut boshlaymiz. Okey. Menimcha hammaga ekran ko'rinyapti va ovozim boryapti. Hop. Demak, qaranglar. Bu bugungi gaplashadigan mavzuyimiz, ya'ni chiziqli tenglama. Chiziqli tenglama mavzusi, ya'ni juda oson. Hamma biladi, ya'ni maktab kursida hamma ko'rgan, hamma ishlagan bunga doir misollarni. Hop. Bizga muhimi, ya'ni matnli masalalar bor. O'sha matnli masalalarni tushunish uchun, yaxshi tushunib yetish uchun o'shanga qo'yilgan qadam. Xo'p, demak, bitta tushuncha berib ketaman. Chiziqli tenglama mavzusi, misol uchun, eng oddiy chiziqli tenglama, misol uchun 2x + 10 teng 50 degan oddiy tenglama bersa, biz uni yetish uchun nima qilardik? Noma'lumlarni bir tomonga, ma'lumlarni ikkinchi tomonga olib, demak, 2x teng 50 minus 10 qilib va 2x teng 40 va bu yerdan x topsam 20 degan javob chiqar edi. Ya'ni shunga o'xshagan oddiy misollarni beradi. Misol uchun mana qaranglar. Birinchi misolimizda ham, ikkinchi misolimizda ham, to'rtinchi misolimizda ham oddiy misollarni beradi. Xo'p, endi qaranglar. Bu chiziqli tenglamani hamma yechadi. Endi bu chiziqli tenglamani bitta holati bor. Ya'ni ko'pchilik chalkashtirib yuboradigan bitta holati bor. Qanaqa? Ax teng b holati. Demak, Ax teng b. Xo'p, bu qanaqa holat? Demak, biz bu holatda, ya'ni tenglamaning yechimi 3 xil bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchisi bitta yechim, ya'ni aytadiki one solution bo'lsin deydi. Ya'ni bitta yechimga ega bo'lsin deydi. Demak, bitta yechimga ega bo'lish uchun men nima qilaman? A teng emas 0, b teng 0 qilaman. Demak, x oldidagi sonni teng emas 0 qilaman. Bu b-nichi teng 0 qilaman. Xo'p, ikkinchisi aytadiki bo'sh to'plam deydi. Ya'ni no solution deydi. No solution, ya'ni yechimi yo'q bo'lsin deydi. Endi yechimi yo'q bo'lishi uchun nima qilamiz?
A teng nol, B teng emas nol endi. Endi bu ikkita oldidagi sonni nima qilamiz ekan? Nolga tenglaymiz ekan va bu bni teng emas nol qilamiz ekan. Mana shu holatda nima chiqadi? No solution. Ya'ni yechimi yo'q chiqadi. Va uchinchisi, endi biz teskari 8, ya'ni nima bu? Infinity mini solution. Infinity mini solution. Ya'ni bu degani cheksiz ko'paychim degani. Endi cheksiz ko'paychimga ega bo'lish uchun a teng 0, b teng 0 bo'lishi kerak. Demak, a teng 0, b teng 0 bo'lishi kerak. Demak, buni ham nima qilaman ekan? 0 ga tenglayman ekan. Mana shu 3 ta holat. Demak, mabodo hozir shunga doir misollarni ko'ramiz va bitta-bitta tushuntirib, ishlab berib o'tib ketaman. Xo'p, shartlarga tushundikmi? Okey. Demak, hamma tushungan bo'lsa, davom etamiz. Demak, misollarni nechasi boshlaymiz. Birinchisi, demak, if. If degan nima ekan? Agar. Agar shu bo'lsa, what nima? Value qiymat. Of degani ning degani nimaning? Shuning. Demak, x plus 9 ning qiymati nima? Xo'p, demak, x plus 9 topish uchun nima qilaman 5 ni har yoqqa plyus qo'yib o'tsam 30 bo'ladi. Bo'ldi. Demak, javob A bizdan shuni so'ragan. Ikkinchisi, qaysi tenglama has no solution? Ya'ni yechimi yo'q bo'sh to'planadi. Xo'p, qarayman. Tepadagi misolimga o'xshab ketadi. Lekin bunda unaqa faqat x to'g'ralashgan, boshqa son aralashmagan. O'sha uchun buni oddiy yechib qo'ysak bo'laveradi. Men x yoqqa o'tsam yo'qolib ketadi. 0 teng 1 bo'lib qoladi. Demak, mana shu degani nima degani? Yechimi yo'q degani. Ya'ni 0 teng 1 bo'lsa bu bo'sh to'plam bo'ladi. Endi qolganlarini tekshirish shart emas. Mana bu bitta yechim chiqadi. Bu 0 teng 0 bo'lib cheksiz ko'p yechim chiqadi. Endi bunda ham bitta yechim chiqadi. Ishlasak. Uchinchisi, agar shu bo'lsa, nima qiymati? Shuni. Demak, 5 ko'payib bitta qo'shsa bo'lish bo'ladi. Demak, 25 ni 5 ga bo'lsam 5. Demak, javob B. To'rtinchisi, nima? All. All degani barcha. Barcha pozitiv yechimlari berilgan tenglamani. Demak, given berilgan. Berilgan tenglamani barcha musbat yechimlari nima degan? Xo'p, demak, biz nima ekan bu? Modul ekan. Ana, demak, modul yechishni hamma biladi. Demak, bitta musbat, bitta manfiy ochaman. 15 minus x teng 9. 15 minus x teng minus 9. Ana, demak, buni buyoqqa o'tsam 15 ayrı x teng 15 ayrı 9 teng x ayırsam 6 teng x. Ana, bunuchi 15 bu yoqqa o'tsa plyus bo'ladi. Bu yoqqa o'tsa ana 24. Demak, javob teng x. Endi mendan so'ragan. Barcha musbat yechimlari nima deyapti? Demak, 6 bilan 24 degan javob B javobga to'g'ri keladi. Hop, demak, bu 4-chi misol bo'ldi. Endi 5-chi misol. Hop, qaranglar. 5-chi misolda nimasidir tanishmi? Qanaqadir yo'li bormidi ishlashni? Kecha o'rgatdim. Hop, hech kimda yo'nalish yo'qmi?
ya'ni nima qilamiz? Mana Tirik. bu in terms of nima? Kalit. Ya'ni in terms of kalit. Demak, bu degani nima edi? Orqali ifodalash. Ifodalash. Nimani? Ani b, x, y orqali ifodalaryapti. Demak, ani b, x, y orqali ifodalar. Demak, men a topishim kerak ekan. Men yozaveraman. Ax topsam, bu y ga plyusib o'tadi. Bxy plus y. Ana, endi men a ni topsam x ga bo'lishib o'tadi. Demak, a teng bxy plus y taqsim x. Ana, demak, bu javobga to'g'ri kelyapti. Qaysi javob? A javob. Okey, rahmat. Hop. Nima qiymati x ni? Solution yechim equation shu. Shuni yechaman nima deyapti? Demak, x roman 10 baqa minus bo'lsa, x teng minus 7 degan javob B javobga to'g'ri keladi. 7 nima yig'indisi? Sum degani yig'indi, ya'ni qo'shish. Yechimlari berilgan tenglamani. Xo'p, demak, bu ham oddiy modul ekan. Demak, oddiy yechaman. 3x minus 12 teng 18. 3x minus 12 tenglik minus 18. Demak, 3x teng 30, x teng 10. 3x teng bu baqa plyus o'tadi minus 6, x teng minus 2. Ana. Endi bir yig'indisi nimaga teng? Demak, men unga qo'shaman minus 2 ni. Demak, javob 8 degan javob chiqadi. B javob. 8 nima qiymati? Y satisfy. Satisfy degani qanoatlantiradi. Nimani? Berilgan tenglamani. Demak, berilgan tenglamani qanoatlantiruvchi y ning qiymati nimaga teng deyapti? Xo'p, demak, nima deyapti? Y ni top deyapti. Xo'sh, men 3 ta raqamga ko'paytirib yuboraman. 6y minus 9 teng 3 ko'paytirib yuborsam 39. Ana, demak, bu yerdan 6y topsam, bu yoqqa plyus o'tadi. 48 va bu yerdan y topsam, 6 ko'payib turibdi, bo'lish bo'ladi. 8 degan javob chiqadi. Ana endi sekin-sekin yana qiyinlashishni boshladi. Xo'p, demak, qarang. Bu qiyin misol emas o'zi asli. Ya'ni uni 2, 4, 6 yo'l bo'lgani bilan unchalik qiyin emas, oson. Faqat bitta ko'rganda ingliz tilini bilmaydiganlar endi shokka tushib qoladi. Xo'p, lekin qarab turinglar, oson. Bir marta o'rgatib qo'yaman. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchilarda bemalol o'zlaring yechaverasizlar. Xo'p, demak, cost. Cost degani narx. Nimani? To rent. Ijara. Ijara narxi. Bas degani avtobus. Avtobusni from dan company X. Demak, X kompaniyadan avtobusni ijara narxi $950. Birinchi 3 soat uchun. Demak, first. Lekin birinchi 3 soat uchun va additional degani qo'shimcha. Qo'shimcha $50 per hour. Demak, 1 soat uchun $50 for each hour. Har bir soat uchun, demak, each degani har bir. Har bir. After
keyin nimadan keyin? Birinchi 3 soat. Demak, birinchi 3 soatdan keyingi har bir soat uchun $50 ekan. Agar umumiy narxi rent ijarani avtobusni Company X dan T soat uchun $1250 bo'lsa, qaysi tenglama ifodalaydi bu holatni? Demak, represent degani ifodalaydi. Bu holatni. Demak, qaysi tenglama bu holatni ifodalaydi deyapti. Xo'p, demak qaranglar. Yana bitta qaydani tushuntirib beryapman. Narx nima? Ijara narxi avtobusni from dan Company X. Demak, X kompaniyadan avtobus ijaraga olinibdi va uning narxi $950 birinchi 3 soat uchun. Demak, $950 plus 3 soat uchun. Hop. Va qo'shimcha $50 bir soatiga. Har soatda after birinchi 3 soat. Demak, birinchi 3 soatdan keyingi har bir soat uchun $50 ekan. Demak, men o'z asli T soatga olgandim. 3 soat chiqib ketdi. Qancha vaqt qoldi? T-3. Va endi undan keyin har bir soatga necha dollardan qo'shilyapti? $50 qo'shilyapti. Ana. Demak, birinchi 3 soatdan keyingi har $50. Agar umumiy narxi ijarani X kompaniyadan T soat uchun 1250 bo'lsa, qaysi tenglama ko'rsatadi bu holatni deyapti. Demak, jami pul qancha ekan? 1250 ekan. Mana, dollar bo'lsa dollarda farqi yo'q. Demak, endi bu javobni qarasam, qaysi javobga to'g'ri kelyapti? A javobga to'g'ri kelyapti. Tushundikmi? Savollar bormi? Menda yo'q. O, yaxshi. Tushungan bo'lsalaring, davom etaveramiz. Xo'p, tushunmasalaring so'raylaman. 10. Rahmat. Nima qiymati X ni solution yechim berilgan tenglamani. Xo'p, demak, qisqartirish mumkin, faqat nima qilaman? 0 ga tenglab qo'yaman. Endi 6 teng 11, demak javob bitta bu qanoatlantirdi, demak javob 9. How many? Nechta? Solution yechimlari. Tenglamada bor. Demak, bu tenglamani nechta yechimlari bor? Demak, 12 teng 10 degani bu x ko'payib turibdi. Aqlcha bo'lish bo'ladi. 10 ni 10 ga bo'lsam x teng 1, ya'ni bitta yechim. Demak, x teng 1 degani bu exactly 1. Exactly degani aniq. Demak, aniq bitta, aniq ikkita, infinity degani cheksiz ko'p yechim. 0 chi 0 ta. Demak, hozir bizda bitta aniq degan javob chiqdi. Ya'ni aniq bitta yechim. 12. Nima smallest? Smallest degani eng kichik. Nimasi? Yechimi berilgan tenglamani. Demak, berilgan tenglamani eng kichik yechimi nima deyapti? Xo'p, demak, men nima qilaman? Bu tenglamani har doimgidek ikkita ochaman. Ya'ni 6x minus 3 teng 5x, 6x minus 3 teng minus 5x. Ana. Demak, buni baqobatda, buni baqobatda. Demak, 6x dan 5x aytsam, x teng 3. Bu plyus o'tadi. 6x ga qo'shiladi. 11x 3 dan raqobatda mana. X teng 3 taqsim 11. Endi mendan so'rayapti. Eng kichik yechimi nima deyapti? Demak, kichik yechimi
3 taqsim 11. Demak, 3 taqsim 11 degan javob bo'ladi. 13. Which of the following aytganmanki, which of the following nima? Har doim bitta keladi. Ya'ni quyidagilardan qaysi biri tenglamalar lies the same solution. Lie degani haligi, o'zi yotmoq degani. Yotadi. Same bir xil nimada? Yechimda. Berilgan tenglamani. Demak, berilgan tenglamadek bir xil yechimda yotadi. Ya'ni bu tenglama bilan quyidagilardan qaysi birining yechimi bir xil demoqchi. Hop. Demak, qaranglar. Bu tomon 10x ekan, teng 3x plus 5 ekan. Hop. Bu boqqa o'tsa 7x bo'ladi, teng 5. Ana. Demak, 7x teng 5 degani qaysi joyga to'g'ri kelyapti? A joyga to'g'ri kelyapti. Ya'ni u bilan bu bir xil. Qolganlarichi mos kelmayapti, demak javob A. Hop, bu 13-misol edi. 14. Nima qiymati x ni? Yechim berilgan tenglamani. Bahobotaman 13x teng 65 va x topsam 5 degan javob chiqadi. Hop. Endi mana 15-misol. Qarab turing. Gento. Gento bu ism. Ekan, penguin. Penguin bu oddiy penguin. Fastest. Fastest degani eng tez. Swimming. Underwater birds. Swimming suzish degani. Suzish. Underwater. Underwater. Bu bitta so'zni alohida qilib qo'ydim. Suv osti. Suv osti birds. Birds degani qushlar. Demak, bu yerda nima ekan? Gento pingvinlari eng tez suzuvchi suv osti qushlar ekan. Ana. Tamam. Endi aytyapti. Gento penguin recorded swimming. Demak, recorded degani qayd etgan. Nimani? Suzishni. Rate 6 metr per second. Demak, 6 metr per second. Demak, bir sekundda 6 metr yurib, necha metr suzibdi? 110 metr yuribdi. Demak, bu yerda 6 metr per sekund bu tezligi va qancha masofa yuribdi? 110 metr. Mana. Endi for uchun approximately degani taxminan, taqriban necha sekund penguin recorded swimming at this rate. Ha, demak, qancha sekund ketadi penguin qayd etgan suzishni bu darajada. Ya'ni shu rate, shu darajada suzib borish uchun qancha sekund vaqt ketgan deyapti. Demak, 110 metrga shu tezlikda yurib turib qancha vaqt ketgan deyapti. Demak, oddiy ekan. Demak, biz t ni topish uchun nima qilamiz? STVga bo'lamiz. Demak, 110 taqsim 6. Demak, buni bo'lsam taqriban chiqadi 18 degan javob chiqadi. Nimaga? Qarasam 18 bor ekan. Eng yaqin, ya'ni 18 butun nechidir chiqadi. Yaqin javob 18 ekan. Tushundikmi? Okey. Yaxshi. Yaxshi.
Yaxshi. Hop. Zo'r. Tushunmasalaring so'rab ketamiz. 16 oddiy ekan, yechaverasizlar. 17 ham. Hop. 17 qani? 17 ham oddiy ekan. 18. Demak, qaranglar. Turishdan qo'rqinchli yo'qchilik oson. If agar shu bo'lsa, nima qiymat shuni? Hop. Demak, qaranglar. Men -9 da 15 minus 3x tursin. Ya'ni buni baho etmoqchiman. Plyusdan 10 da 15 minus 3x teng 21 joy turibdi. 5 ta raqobatda minus. Demak, -9 da plus 10 ta nima qoldi? Bitta qoldi. Ya'ni yozish shart emas. 15 minus 3x teng 21 dan 5 ta ayrsam 16. Bizdan nimani so'ragan? 15 minus 3x. Bu ne chiqyapti? 16. Bo'ldi. Demak, javob 16. Ana. 19. In a given equation, berilgan tenglamada r o'zgarmas. Tenglama has no solution, ya'ni yechim yo'q bo'lsa, nima qiymati? R ni. Demak, r ni qiymatini top deyapti. Hop. Demak, qaranglar. Men nima qilaman? X chiqarib yuboraman. Chiqarib yuborsam, -5 qo'shuv 15 r teng 135. Ana. Boshida o'rgatganim bilan bir xil bo'lib qoldi. Ya'ni x teng b holatiga keldi. Demak, x teng b. Xo'p, endi no solution bo'lish uchun x oldidagi a ni nima qilardim? 0 ga tenglardim. B ni-chi 0 ga teng emas qilardim. Xo'p, endi bu yerda ham x oldi mana shu son a ga to'g'ri kelyapti. Bu-chi b. Qarasam, o'zi b ham 0 ga teng bo'lmagan qandaydir son. Yaxshi. Demak, -5 plus 15 ni 15 ni 0 ga tenglayman. Xo'p, raqobat qilaman. 15 r teng 5. Bu yerdan r ni topsam 5 taqsim 15. Ya'ni 1 taqsim 3 degan javob chiqadi. B javob. Tushundikmi? Bu 19-misol bo'ldi. Okey, yaxshi. Xo'p. 20-misol. Qaranglar. Turishidan katta, qo'rqinchli, qiyinga o'xshaydi, lekin SATda shu uzun misollar bormi? Oson. Demak, uzun misollar oson. Veterinarian recommend. Demak, veterinarian ya'ni hayvonlar nimasi? Shifokor. Recommend degan taklif qiladi. That. Biz that nima deymiz? That. Qaysi deb tarjima qilinglar. Qaysi har kuni certain ma'lum bir mushuk should eat. Should degani kerak. Eat. Yeyish kerak. Kerak. Demak, eat yemoq, shulchi kerak. Demak, yeyish kerak. Nima? 24 kaloriya per pound of cat's weight. Demak, qaranglar. Cat degani mushuk. Cat mushuk. Weight bu og'irlik. Demak, mushuk og'irligining nimasi? 1 pound. Biz poundni osonlashtiraylik, kilogramm deb olaylik. Demak, mushuk og'irligi uchun har bir kilogrammida
24 kaloriya yeyish kerak ekan. Demak, bu degani har bir kilogrammiga 24 kaloriya degani, agar mushuk 10 kilo bo'lsa, u bir kunda u 240 kaloriya yeyish kerak. Demak, 240 kaloriyali taom nimadir yeyish kerak. Agar 5 kilo bo'lsa-chi, o'shani yarmi, ya'ni 120 kilogramm degandek gap. Plus, plus degani qo'shish demak. Demak, qo'shiladi. Qo'shimcha 14 kaloriya. Demak, qaranglar. Bir kunda har bir kilogramm uchun 24 kaloriya yeydi ekan va unga qo'shimcha 14 kaloriya qo'shilar ekan. Hop. Qaysi tenglama ifodalaydi bu holatni? Qaysi umumiy son nimani? Kaloriyalarning. Demak, kaloriyalarning umumiy soni nima? S. Veterinarian recommend taklif qilgan mushuk yeyish kerak har kuni. Agar mushukning og'irligi x kilogramm bo'lsa, ana, demak, x kilogramm bo'lsa, qancha yeyish kerak deyapti. Demak, men S barobar 24 kilogramm, ya'ni 24 kaloriya yeyish kerak har bir kilogramm uchun. Demak, x kilogramm bo'lsa, 24x. Endi hali javob chiqqan yo'lmaga 14 kaloriya qo'shimcha ham yeyish kerak ekan. Ana. Demak, bu qaysi javobga to'g'ri kelyapti? D javobga to'g'ri kelyapti. Tushundikmi? Yoki tushunmadikmi? Yaxshi, yaxshi, zo'r. Hop. Demak, bu 20-misol bo'ldi. 21. Rahmat. Nechta yetimlari tenglamada bor? Xo'p. Demak, tepadagi misol bilan bir xil ekan, sho'rasizlar. 22. Demak, qaranglar. Rahim ism bu. Rahim bought. Bought degani sotib olgan. Nima? 3 ta futbolka. Bet. Qaysi wordni edi deb tarjima qiladi. Edi. Was ham bor, bu ham edi. Har biri same price. Same nima? Bir xil narxda. Demak, har biri bir xil narxda. U ishlatdi kupon. Demak, used degani ishlatgan. Nima ishlatgan? Kupon ishlatibdi. Demak, bitta kupon ishlatibdi. Nima uchun? 30 off entire purchase. Entire purchase. Entire purchase. Entire degani jami degani o'zi purchase xarid. Demak, nima ekan? Jami xarid. Demak, jami xariddan off, ya'ni qaytish, chegirish. Jami xariddan $30 chegirish uchun u bitta kupon ishlatibdi. Hop. Narx entire purchase was using coupon. Demak, kuponni ishlatgandan keyingi jami xariddan keyingi narx, demak, kuponni ishlatgandan keyingi narx $15 bo'lib edi deyapti. Nima? Original price. Haqiqiy narxi dollarda bitta futbolkani. Demak, bitta futbolka uchun haqiqiy narxi nima bo'lgan? Xo'p. Demak, qaranglar. Qaytarib bir yo'l yozib ketaman. Demak, Rahim sotib oldi 3 ta futbolka, har biri bir xil narxda. Demak,
X so'mdan bo'lsin bitta futbolka nechta sotib oldi? 3 ta sotib oldi. Ya'ni jami mana shuncha summaga, ya'ni 3x summaga nima qildi? 3 ta futbolka sotib oldi. Va u ishlatdi kupon. Demak, bitta kupon berdi va $30 nima qildi? Jami xariddan qaytib berdi. Demak, 3x so'm bo'ladi. Bitta kupon bersa, sotuvchi $30 qaytib berdi. Endi aytyapti. Narx entire purchase after using coupon. Kuponni ishlatgandan keyingi narx $15 bo'ldi deyapti. Demak, jami narx bundan keyin $15 bo'ldi deyapti. Xo'p, nima haqiqiy narxi bitta futbolkani? Ana, demak shu yerdan x so'rayapti. Demak, 3x teng bu baqa plyusga o'tadi. 15 qo'shib 30. Ya'ni 3x teng 45 va bu yerdan x topsam 15 degan javob chiqadi. Demak, bitta futbolkaning narxi $15 ekan. Tushundikmi? Yoki tushunmadikmi? Okey. Demak, sukunat alomati rizo. Yo hammazoq tushundi yoki hech kim tushunmadi. Okey. Xo'p. Tushunmasalaringizni so'ranglar. Rahmat. Yaxshi. Yaxshi. Xo'p. 23. Qara, tushunmasalaring so'ravering, xohlagan misollaring. Nimaga tushunmadlaring deyman a? Agar shu bo'lsa, nima qiymati? Shuni. Demak, 3 minus x ni qiymatini top deyapti. Xo'p. Bunaqa misollar ishlash uchun men 6 ga ko'paytirib yuboraman. 24 plus 6 bilan 2 qara 3 kere 5 15 teng 6 bilan 3 qara 2 82 16. Demak, bu yerda men 24 olsam, bu ham minus o'tadi. 16 da 3 minus x ayrilgan, 15 da 3 minus x. Demak, 24 teng 16 dan 15 ta ketsa, bitta 3 minus x qoladi. Demak, bu 24 ga teng ekan. Hop. 24. Nima qiymat x ni? Yechim berilgan tenglamani. Demak, x top. 13 bo'ladi. Bu yoqqa 14x teng 42 x topsam 3 degan javob chiqadi. 25. Qaranglar. Misollar oson, lekin chalg'ituvchi. Kimlardir shunaqa misollarda ham imtihonga kirib xato qilishdi. Ya'ni bu misol 25 ta ham qaytariladi, mana 24 ta ham tushgan. Yana qaranglar. Agar shu bo'lsa, nima qiymati x plus 18 ni? Demak, x plus 18 ning qiymati nima? Xo'p, bunaqa vaziyatda ikki xil ishlash mumkin. Birinchisi proporsiya qilib va ikkinchisi kallani ishlatib. Ya'ni bir xil sonni har xil songa bo'lyapman va natija teng bo'lyapti. Demak, bu holat bo'lishi mumkin faqat x minus 18 teng 0. Ya'ni bu 0 ga teng bo'lganda 0 ni 30 ga bo'lsam, 0 ni 6 ga bo'lsam nima chiqadi? Bir xil chiqadi. Qachon? Demak, ikkalasi ham 0 bo'lganda. Ana. Demak, shu yerdan x topsam 18 ekan. Demak, ana. 18 dan 18 ayrsam 0, 30 ga bo'lsam 0, 0 ni 6 ga bo'lsam 0. Demak, x chiqdi. Yugurib javob qilib olmayman, ya'ni mendan x qo'shib 18 so'raydi. Demak, 18 qo'shib 18, ya'ni 36 degan javob chiqadi. Okey, bu 25-misol bo'ldi. 26. Demak, 26-misolda tepada ko'rdik. Ya'ni bir taqsimot chiqdi. Bitta o'zlari, ya'ni ishlab ko'raverasizlar. 27. Agar shu bo'lsa, nima qiymati 4x ni? 4x ni top deyapti. Demak, tenglikni o'ngga chap tomon 2 ga ko'paytirib yuborsam, 4x teng 20 bo'lib, javobni
28 oson, kechirasizlar. 29. Qani, bitta o'zlari ishlab ko'ringlar. Nima ketdi? Hop, tezlashtiramiz, tezlashtiramiz. 17 kishimiz. Hammadan javob kutaman. Tezda-tezda. Recep, bundan Hozir Yes. ko'ramiz. Bu Alttan umid etdim. Xo'p, bo'ladi. bu Ah, Kimdir mikrofon ochilib qoldi. Mikrofonlaringga qarab qo'yinglar. Demak, bo'ldi. Vaqtimiz chegaralangan. Rahmat javob berganlar uchun. Demak, 29. Qaranglar, aytyapti. E, Dars boshlashdan oldin aytib qo'yay. Bitta cho'rnova har yo'llaringiz tursin. Nimaga? Shunaqa holatlar so'rab qolaman, ishlanglar deb olishim mumkin yoki so'z so'rab qolishim ham mumkin. Ya'ni misol uchun sam degani nima degani deb so'rab qolishim mumkin. O'shaning uchun yodlab ham ketinglar bir yo'l. Hop, agar shu teng shu bo'lsa, qiymati x minus 4 ni x minus 4 ni qiymati between nimasida? Orasida. Nima? Which of the following? Quyidagilarning qaysi biri pairs, ya'ni juftlik. Demak, pairs degan juftliklar. Qaysi juftliklar orasida? Values, qiymatlar. Demak, aytyaptiki, x minus 4 ning qiymati quyidagilardan qaysi biri juftliklar orasida deyapti. Hop. Demak, hozir aytdimki, bir xil sonni ikki xil songa bo'lsak, x minus 4 nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Va chetdan x ko'pchilik topadida 4 deydi. Va bu 4 deydi 3,5 va 4,5 orasida C javob topib ketadi. Lekin bu javob xato bo'ladi. Bizdan buni so'ragan yo'q. Bizdan shu x minus 4 nima chiqdi? Shuni qiymati deyapti. X minus 4 bu 0 chiqdi. Demak, bu 0 degan javob minus 3 plus 3 degan javob B javob. Ya'ni minus 3 u 3 orasida bo'ladi. Demak, javob B. Tushundikmi? Bu 29-misol. Ya'ni ko'pchilik shunaqa qilib yetishgan. Ya'ni x teng 4 deb C javob topib chiqqan imtihonda kirganda. Birinchi marta ko'rganda. Hop. Okey. Demak, davom etamiz. 30. Demak, agar shu bo'lsa, qaysi tenglama must? Must degani kerak. Nima? B bo'lmoq true. To'g'ri. Demak, quyidagilardan qaysi biri to'g'ri bo'lishi kerak? Demak, men nima qilaman? 6 yoki bitirib ishimni osonlashtiraman. Demak, 72 plus 6 bilan 6 qisqara 7 da 3 minus x teng. Bu bilan qisqarsa 2, 5 ga ko'payadi 10. Ana, demak, 72 tenglik 10 ta 3 minus x minus 7 ta 3 minus x ga. Demak, bu yerda 72 tenglik 10 tadan 7 ketsa 3 ta 3 minus x. Demak, bu bilan bu qisqarsa 24 teng 3 minus x ga degan javob chiqadi. Demak,
Qarasam, bunaqa javob yo'q. Men ikkala tomonni -1 ga ko'paytirib yuborsam, -24 tenglik x -3 degan javob D javob bor ekan mana. Ya'ni o'rnini almashtirib qo'yibdi xolos. Xo'p, bu 30-misol bo'ldi. 31 easy yechaverasizlar. 32 ham oson. Ko'rib berdim bunaqasidan. 33. Demak, qaranglar. Xo'p, qani bitta o'zlari yurib ko'ringlar. Tepada o'rgatdim. Agar esda qolgan bo'lsa, xo'p, esda qolmagan bo'lsa, yana o'zim yechib beraman. Hisob to'sha bilan bir xil jichcha o'zgarganga o'xshayapti. Jichcha o'zgargan ekan. Qani ketdi. 1 minut vaqt. Hop, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Zo'r, zo'r. Okey, rahmat kattakon. Vaqtimiz chegaralangan. Endi o'zim yechaman. Demak, zo'r, zo'r, zo'r. Xo'p. Demak, qaranglar. Cost degani nima? Narx. Nima narxi? Ijara. Ijara narxi. Avtobusni Company X, demak X kompaniyadan $950 birinchi 2 soatiga. Demak, birinchi 2 soat uchun $950. Hop. Va additional qo'shimcha $50 per hour. Demak, 1 soatga $50. Each hour after birinchi 2 hour. Demak, birinchi 2 soatdan keyingi har bir soat uchun $50 demak ekan. Demak, birinchi 2 soatga $950 berdi. Undan keyingi 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi soatlar uchun $50 dan qo'shar ekan. Agar umumiy narxi ijarani avtobusni X kompaniyadan T soat uchun $1250 bo'lsa, qaysi tenglama ifodalaydi? Nimani? Bu holatni. Ana, demak, bu holatning tenglamasini top deyapti. Demak, ketdi tushunib oldimki, $950 plus T soat uchun olingan edi. 2 soat chiqib ketdi. Qancha vaqt qoldi? T minus 2 soat qoldi. Va endi bundan keyin har bir soat uchun $50 dan. Ana. Va jami summa qancha bo'ldi? $1250 bo'ldi. Ana. Mana shu javob sizlar aytgan C javobda turibdi. Demak, javob C ekan. Zo'r. Hammaligi to'g'ri. Demak, ko'rdilaringmi? Birma to'rga olsaring bo'ldi. Yechaverasizlar. Hop. Bu 33-misol bo'ldi. 34 easy, oson. 35 qaysi tenglama has no solution? Ya'ni nima deyapti? Yechimi yo'q. Yechim yo'q deyapti. Demak, men qarayman. A javob bas nimaga? Baqa bo'lsam 0 teng 0 bo'lib, bu cheksiz yechim bo'lib qoladi. Xo'p, B javob. Bu bilan bu yo'qib ketadi. Bir tomonga bo'lsam -1 taqsim 1 taqsim 7. Ha, bu-chi bo'sh to'plam degani. Ya'ni bular bir-biriga teng emas. Demak, javob B javob ekan. 36. Qarang. Zo'r misol.
24'da ham tushgan, 25-yilda ham tushdi. Ya'ni ancha munchasi yetishga qiynaladi. Yaxshilab qarab turinglar. Bir marta tushuntirib beraman yaxshilab. Keyingisi oson yechaverasizlar. Demak, shu tenglama beribdi. Funksiya f give beradi. Temperaturani degree Fahrenheit. Demak, Fahrenheitda temperaturani berar ekan. Correspond degani mos. Temperatura kelvinga. Demak, aytyaptiki, bu f deyapti. Bu o'ziga mos x, ya'ni kelvinga bog'liq holatda o'zgarar ekan. Xo'p, agar temperatura increased 8.8 kelvin. Demak, temperatura increased degani oshgan. 8.8 kelvinga deyapti. Oshsa how much? Qancha temperatura oshadi degree Fahrenheitda. Ya'ni qaranglar. Dastlab x bo'lgan temperatura deyapti va keyin u 8.8 ga oshdi. X plus 8.8 bo'ldi deyapti. Mana shu holatda mana bu f at x qanday o'zgaradi deyapti. Demak, dastlab bu ham fx bo'lgan, keyinchi f x plus 8.8 bo'lgan. Ana. Demak, qanday o'zgaradi? Ayiraman pastdan tepani. Va shunda natija chiqadi bittada. Endi qaranglar. Shu joyda men x o'rniga x qo'yib, keyin buni qo'yib ayirib yuborsam bo'ladi. Bu bitta usul. Yana bitta ishlanish usuli bor. Qanday? Xohlasaring, dastlab 0 bo'lgan deydi. Keyin 8.8 ga oshgan bo'lsa, bu 0 ga qo'shilib 8.8 bo'ladi. Keyingi holat temperatura. Demak, 0 qo'yib bitta hisoblayman. 8.8 ni qo'yib yana bitta hisoblayman va natijalarni bir-biridan ayirib yuboraman. Va shunda Fahrenheit, ya'ni qanchaga oshish kelib chiqaveradi. Xo'p, har kimga har qanaqa xohlagan usullaringizni ishlayveringlar. Men oddiy usulda ishlayman. Demak, birinchi holatda fx, ya'ni temperatura x bo'lgan. Demak, 9.5 x minus 273/15 plus 32. Ana. Keyingi holatda fx plus 8.8 teng 9.5 x o'rniga qo'yaman endi. X qo'shib 8.8 eru 273/15 qo'shib 32. Ana. Mana shu ikkala holatdagi temperatura. Endi qaranglar. Qanchaga o'zgarganligini topish uchun pastdan tepani ayiraman. Xo'p. Endi yana boshqa yozib o'tiraman. Qaranglar. Ayirganimda 32 ni 32 ish ketadi va yaxshilab qarab turinglar. Umumiy ko'paytiruvchi 9.5 bor. Shuni qabrdan tashqariga chiqardim. Chiqarsam nima bo'ladi? X minus 273/15 x minus 273/15 ikkalasi yeshib ketadi. Ya'ni bu x bilan bu x, bu bilan bu nima ketdi? Yeshib ketdi. Faqat nima qoldi? 8.8 qoldi. Ana. Demak, 9.5 degani 1.8, buni 8.8 ga ko'paytirsam 15.84 degan javob chiqadi. Ya'ni A javob. Tushundikmi? Tushuntiraldimmi? Savollar bormi? Okey, tushundik. Yaxshi. Qolganlar ham agar savol bo'lsa, berishlaring mumkin. Xo'p, demak bu 36-misol bo'ldi. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar. Xo'sh, demak davom etamiz. Xo'p, 37. Funksiya g
defined, aniqlangan shu ko'rinishda. For uchun, nima uchun? What value of x? X ning qanday qiymatida? Jx ning shu deyapti. Demak, Jx ning 624. Demak, x taqsim 2 ni 624 ga tenglagan. Bu yerdan x olsam 1248 degan javob chiqadi. Xo'p, 38. Qani, ketdi. Tepada o'rgatgan misolim bilan bir xil. 1 minut vaqt tezlikda ishlaymiz. Yaxshi. Hop. Qolganlarchi? Izlashamiz. Okey, bo'ldi. Vaqtimiz chegaralangan. Rahmat. Endi men ishlayapman. Zo'r. Xo'p, Rahim bu ism. Bu nima ekan? Sotib olgan. Sotib olmoq. Sotib olgan 9 ta futbolka. Qaysi bir each same price. Har biri nima? Same. Ya'ni bir xil narxda. Ya'ni har biri bir xil narxda. Demak, 9 ta futbol topdi. Har biri bir xil narxda. U ishlatdi kupon. Nima uchun? 54 dollar off entire purchase. Demak, bu bitta kupon ishlatdi va jami xaridda nima qilindi? 54 dollar chegirildi. Ya'ni qaytib berildi. Hop, demak, entire purchase esa qolsin. Entire purchase. Nima ekan? Jami xarid. Narx jami xaridni after using coupon. Kuponni ishlatgandan keyingi jami xaridning narxi, ya'ni 108 dollar bo'ldi. Demak, kuponni ishlatgandan keyingi narx. Endi nima haqiqiy narxi? Bitta futbolkani haqiqiy narxi nima deyapti. Hop, demak, bitta futbolka x so'm bo'lgan va undan 9 ta sotib olgan. Ya'ni jami xarid shuncha bo'ldi. Ya'ni shuncha pul berish kerak. Ammo u bitta kupon berdi. Va kupon bersa, u 54 dollar qaytib berdi. Ana, va shundan keyingi narx 108 dollar bo'ldi. Ana, shu yerdagi bitta futbolka narxi, ya'ni x so'rayapti. Hop, demak 9x teng. Bu vaqtda plyus bo'ladi. 108 ga 54 qo'shaman. 162. Va bu yerdan x olsam 162 ni bo'laman 9 ga javob chiqadi. Demak, bitta-yu 72 18 ta. Demak, 18 ta ekan. Sizlarga to'g'ri. Mana, zo'r. Barcha javob berganlar to'g'ri. Tushundikmi? Osonmi? Ya'ni ko'pchilik shunaqa misollarda qiynaladi, lekin yetish mumkin. Faqat shu jichcha so'zlarni yodlab, jichcha harakat qilish kerak. Xolos. Hop, bu 38-misol bo'ldi. 39. In a given equation, berilgan tenglamada
S o'zgarmas. Agar tenglama has no solution yechimi yo'q bo'lsa, nima qiymati? Sni. Sni top der. Xo'p, demak 5 taraqa ko'paytirib boraman. 5 taraqa ko'paytirib men ax teng b ko'rinishini olib kelib olaman. Ya'ni boshida o'rgatgandim. Ax teng b ko'rinishini olib kelib olaman. Xo'p, ko'paytirsam 8cx plus 24. Ana qarasam ham ochib yubordim. 5 taraqa ko'paysa 20x minus 15. Ana bir tomonga olib o'taman. 8cx minus 20x teng bundan yoqqa o'tsam minus 39. Ya'ni minus 24 bo'ladi. Minus 15 bu minus 39. Endi men bu yerdan x chiqardim. X chiqarsam 8c minus 20 teng minus 39. Ana endi gapdi. Yechimi yo'q deyapti. No solution. No solution. Lek sharti a teng 0 edi. B teng emas 0 edi. Demak, a bu x oldidagi son. Ya'ni bu. Buni nima qilaman? 0 ga tenglayman. Buchi o'zi 0 ga teng bo'lmagan qandaydir son turibdi. Demak, 8c minus 20 teng 0. 8c teng 20. Sen topsam 20 taqsim 8. 4 ga qisqartirib yuborsam 5 taqsim 2 degan javob chiqadi. Bu javob bitta javob. Ana. Hop, bu 39-misol bo'ldi. Hop, 40 oson ekan. Yechaverasizlar. Xo'sh. Yetadi bugunga. Ya'ni 40 tasini ko'rdik. Hop. Shu yerda to'xtataveramiz. Nimaga? Endi ishga boradiganlar bor. O'z soatimiz ham 7:36, 7 ga qarab ishlayapti. Hop. Demak, vazifa bo'ladiki, mana shu proyektda nechta misol bo'lsa, ishonaman, dushanbagacha tugatib yuborasizlar. Ya'ni hamma tugatib yuboradi. Xo'p. Menga savollar bormi? Okey, rahmat kattakon. Okey, rahmat. Savollar yo'q bo'lsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'chiraman. Kunlaring xayrli o'tsin. Rahmat. Xo'p, vazifalarni yaxshilab bajarib, aytsaring, javoblarni tashlab beraman. Tekshirib olasizlar. Okey. Sog' bo'ling.